Demak, navbatdagi formulamizga e'tibor qarating, orasida bo'lish turibdi. Ya'ni mana asoslari bir xil bo'lsa, orasida bo'lish bo'lsa, mana bunaqa vaziyatda darajalarni ayirishimiz kerak. Ya'ni mana bu misolimizga e'tibor qarating. X ning 6-chisi, X ning 2-chisi. Orasida bo'lish bo'lgani uchun darajalarni ayirib olamiz va X ning 4-chisi degan javobga ega bo'lamiz. Demak, bo'luv bilan ko'paytiruv farqi bor ekan. Ko'paytirish turganda edi, agar mana shu yerda bo'luv emas, unda darajalarni qo'shgan bo'lardik. Endi keyingisi bu yerda esa 25 ayrilgan 12 bo'ladi. 25 dan demak 12 ni ayiradigan bo'lsak, bizda 13 kelib chiqadi. Demak, 13 ekan. Xullas, agar hech narsa yozilmasa, masalan, mana bu yerda A ning darajasida hech narsa yozilmasa, 1 bor degani, demak shuni hisobga olib, A ning darajasida 9 ayro 1 deb, demak A ning 8-chisi deb yozib olamiz. Yoki masalan pastdagisida bitta ko'paytirish, bitta bo'lish. Mana shunisiga e'tibor qarating. Ko'paytirish bo'lsa, biz qo'shardik. Demak, mana bu ikkalasi qo'shiladi va keyin chiqqandan keyin buni esa ayirishimiz kerak ekan. Ya'ni 11 plus 1 ayrilgan, demak 5 deb yozishimiz kerak ekan. Mana shundoq ko'rinishida ishlashimiz kerak. Xullas, bizning misolimiz javobi hozir N ning, demak 12 dan 5 kelsa 7-chisi degan javob chiqadi. E'tibor bering, bo'luv bo'lsa darajasini ayiramiz, ko'paytirish bo'lsa, demak darajasini qo'shishimiz kerak ekan. Navbatdagi savolimizda, masalan, asosi 5 bo'lgan daraja ko'rinishini toping deb savol bergan paytda, masalan, 125 degan sonimiz tursa, mana e'tibor bering, 125 jadvalimizda 5 ning 3-chisi turibdi. Yoki masalan 625 turibdi. Demak, bu 625 imiz esa 5 ning 4-chisi shaklda turibdi. Lekin bizga bunaqa sodda savollar kam, mana bundoq murakkabroq savollar nima deydi, tushadi ko'rinishidagi. Demak, 25 sonimizni 5 ning 2-chisi qilib yozib olamiz. Endi bo'luv bo'lgani uchun darajasini ayiramiz. Demak, 9 dan 2 ni ayirsak 7 kelib chiqadi. Xuddi shuningdek, 625 5 ning 4-chisi ekan, yozib olamiz. 5 ning 4-chisi bo'lingan 5 ning 3-chisi deymiz va darajalarni ayiramiz. Bo'luv bo'lgani uchun 5 ning 1-chisi chiqadi. 1 bo'lsa yozilmaydi, 5 ning o'zi deymiz. Navbatdagi vaziyatdagi misolimizda mana bundoq kasr ko'rinishida berilsa, biz bilamizki, kasr chizig'i, ya'ni mana bu bo'lish degani. Ya'ni 8 ning 7-chisi bo'lingan 8 ning 5-chisi deb yozib olamiz va keyingisi esa 8 darajasida 7 ayru 5, ya'ni 8 ning 2-chisi deb yozib olamiz. Xuddi shuningdek, 8 kvadrati 64 ekanligini yozsak, yana ham to'liqroq bo'ladi. Pastdagi misolda 7 ning darajasiga hech narsa yozilmagan. Bu nima degani? 7 ning 9-chisidan, demak 7 ning 1-chisini ayirishimiz kerak degan. Bu esa 7 ning 8-chisi chiqadi. Yuqori daraja bo'lsa, bu shundoqligicha qolaveradi. Agar kichikroq daraja bo'lsa, hisoblab tugatiladi. Demak, yana qaytaraman. Mana bu bo'luv qilib, darajasi 1 bo'lguncha ayirib yozishimiz kerak ekan. Va endi keyingisi. Mana bu misolda ko'paytirish bo'lsa, tepasini alohida, pastini alohida darajalarni qo'shib yozib olamiz. Masalan, pastini 4 ga 1 qo'shsam 5 bo'ladi va tepadagisi esa 4 ga 6 10, bunga qo'shsam 11 21 bo'ladi. Va endi chiqqan javoblarni ikkalasini ayiramiz. Bu esa 2 ning, demak 16-chisi bo'ladi. Mana e'tibor bering. 2 ning 16-chisi. Demak, mana shunaqa kasr ko'rinishidagi misollarni darajasini ayirib ishlashimiz kerak ekan. Navbatdagi, demak, mana darajali yozilgan ifodamizga e'tibor bering. Mana shu ko'rinishida mana misol turibdi. Bizda aytayaptiki, darajalarni ko'paytirib javob yoziladi degan formula bor. Demak, shu formulaga ko'ra bu ikkalasini, ya'ni 6 ni 4 ga ko'paytiramiz. 6 kar 4 esa 24 chiqadi. Mana shu misolning javobi bo'ladi. Yoki pastdagi misolimiz mana. Bu ikkalasini ham ko'paytiramiz. Demak, ko'paytirsa 3 kar 10 imiz esa 30 bo'ladi. N ning 30-darajasi bo'ladi. Agar sizga mana bundoq 3 ta shaklda beradigan bo'lsa, qavs qilib uchalasini ko'paytirib yozib qo'yasiz. Ya'ni 2, 4, 3 bo'ladi. Ko'paytirsa 8, 8 kar 3 esa 24 bo'ladi. Demak, S ning 24-chisi degan javobga ega bo'lamiz. Demak, mana shunaqa qavsli kelsa, bularni ko'paytirishimiz kerak ekan. Navbatdagi misollarimizda mana shunaqa, ya'ni qavsli kombinatsion misollarga e'tibor bering. Darajalarni ko'paytirilganiga diqqatingizni qarating. Demak, shuni hisobga oladigan bo'lsak, ya'ni mana bu 9 karra 5 bilamiz. Bu yerda 9 karra 5 imiz
9 karra 5 emas, 9 karra 6 edi. 9 karra 6miz 54 bo'ladi. Demak, keyingisi esa bo'lingan 2 karra 7miz esa 14 bo'ladi. Mana kombinatsion misol degani mana bu bo'lish avval o'tganmiz va mana bunday shaklda bo'lish aralashsa qanday ishlanishini o'rganyapmiz. Demak, bu 54, bu esa 14. Bo'luv bo'lgani uchun darajasini ayriymiz. Keling ayirsak, demak 54 dan 14 ayriymiz. A ning demak 40-darajasi kelib chiqadi. Xuddi shuningdek pastda ham bu yerda hech narsa amal qo'yilmagan m larning orasiga bu nima degani? Bu yerda ko'paytirish bor degani. Demak, birinchi mana bularni ko'paytirib olamiz. Demak, 3 karra 2miz 6 va m ni o'zi 4 karra 5 esa 20 bo'ladi. Endi bu chiqqan javobda mana bu yer bir borligini hisobga olgan holatda hech narsa yozilmasa bir bor degani 6 qo'shuv 1 demak 7 bo'ladigan bo'lsa 27 kelib chiqadi. Yoki masalan oxirisidagi mana kasrli kombinatsion misolimiz, ya'ni hammasidan tuzilgan. Mana buni bunga ko'paytiramiz. Demak 4 karra 3imiz 12. E'tibor bering. Birinchi mana buni ko'paytirib yozganimga e'tibor bering. 18 bo'lyapti. 6 karra 3 keyin esa 5 o'zini yozamiz ni va 8 karra 2miz esa 16 bo'ladi. Va tepadagi ifodalarni orasida hech qanday amal bo'lmasa, ya'ni ko'paytirish bor degani, bunda esa darajasini qo'shishimiz kerak. 12 ga 5 va 16 ni qo'shsam 33 kelib chiqadi. Pastda esa ni 18 bo'ldi. Va endi kasr chizig'imiz bo'lish bo'lgani uchun ayriymiz darajalarni va ayirsam 33 dan 18 ayirsam 15 qoladi. Demak, n ning 15-shaklda mana shunaqa qilib yechishimiz kerak ekan.